Ko'pchilik suyaklarni murtlashishi, ya'ni osteoporozni faqat ayollarda uchraydigan kasallik deb biladi. Lekin ming bor afsuski, bu kasallik erkaklarning orasida ham ko'p tarqalgan. Dunyo statistikasiga ko'ra, har 5-erkak bu osteoporoz bilan og'riydi. Lekin ko'pchilik o'zida bu holat borligini bilmaydi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Sezganingizdek, bugun erkaklarda uchraydigan osteoporoz haqida gaplashamiz. Bizga ma'lumki, osteoporoz bu skelet sistemasini avj olib boruvchi kasalligi bo'lib, suyaklarni mineral zichligini kamayishi bilan suyaklarni murtlashib, erta sinish xavfini oshishi bilan kechadigan va mushak bo'g'im sistemasidagi degenerativ kasalliklarini yuzaga kelishi va og'riq sindromini kuchayib borishi bilan kechadigan patologik holat hisoblanadi. Butun dunyo Sog'liqni saqlash tashkilotini bergan ma'lumotiga ko'ra, dunyo mamlakatlarida 500 milliondan ko'p insonlar osteoporoz bilan istiqomat qilmoqdalar. Shulardan har yili 9 va 13,5 millionta insonda osteoporoz oqibatidagi patologik suyaklarni sinishi holatlari kuzatiladi. Va bu singan populyatsiyani 27% qismi aynan erkaklar osteoporozini oqibatida yuzaga keladi. Bundan ko'rinadiki, erkaklar orasida osteoporoz ham ko'p qismni tashkil qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarida son suyagini bo'yichasini osteoporoz oqibatidagi patologik sinish holatlarini 30% qism aynan erkaklar osteoporoziga to'g'ri keladi. Osteoporozni uchrashi ayollar va erkaklar o'rtasida 4:1 nisbatni tashkil qiladi. Erkaklar osteoporozi ko'proq quyidagi holatlarda kuzatiladi. Birlamchi va ikkilamchi gipogonadizm, ya'ni erkaklarda jinsiy gormonlarni ishlab chiqarish holatlarini pasayishi, alkogol mahsulotlarini ko'p iste'mol qilish va glyukokortikoid dori vositalari bilan davolash jarayonlarining oqibatlari. İnsanlar yoshi kattalashgan sari suyaklarni mineral zichligi kamayadi, suyak mikroarxitektonikasida buzilishlar hosil bo'ladi va natijada suyaklarni erta patologik sinish xavfi oshib boradi. Bizga ma'lumki, organizmda jinsiy gormonlar reproduktiv faoliyatdan tashqari erkaklarda suyak va mushaklarni mineral zichligini oshishiga, mushak massasini saqlab qolishida muhim rol o'ynaydi. Gipogonadizm, ya'ni jinsiy gormonlar testosteron va estrogenlarni ishlab chiqarishini kamayishi erkaklarda ikkilamchi osteoporozni rivojlanishiga sabab bo'ladi. Buning natijasida aktiv vitamin D3 ni hosil bo'lishi kamayadi. Bizga ma'lumki, buyrak kanalchalarida vitamin D3 aynan testosteron, estrogen, somatotrop va paratgormon ta'siri ostida hosil bo'ladi. Va bu hosil bo'lgan vitamin D3 ichaklarda kalsiy va boshqa minerallarni so'rilishini aktivlashtiradi. Suyakda osteoblastlar, tog'ay to'qimasida xondroblastlar va tanada fibroblastlarga ta'sir qiladi va bu hujayralar tomonidan kollagen oksidini ishlab chiqarishini aktivlashtiradi. Bizga ma'lumki, suyak sistemasini 28% qism aynan kollagen oksididan iborat va u suyakka mustahkamlik, elastiklik, cho'ziluvchanlik va egiluvchanlik xususiyatlarini beradi, suyakni sinishdan asraydi. Aynan shu osteoporozda suyaklarni nafaqat anorganik, ya'ni kalsiy gidroksapatid qismi, balki kollagenga boy qism ham kamayadi. Natijada suyak patologik erta sinish xavfi yuqori bo'ladi. Undan tashqari jinsiy gormonlar mushak massasini hosil bo'lishda ham muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun bu gormonlar yetishmasligi natijasida keksa erkaklarda sarkopeniya, ya'ni mushak massasini kamayishi kuzatiladi va buning natijasida insonlarda mushak kuchi kamayadi, muvozanat buziladi va tez-tez yiqilish xavfi ortadi. Undan tashqari organizmda estradiol gormoni kamligi osteoporoz xavfini juda ham oshiradi va aynan son suyagini bo'yinchasini patologik sinish xavfini
oshirishga olib keladi. Erkaklar osteoporozini kelib chiqishida quyidagi xavf omillari mavjud. Avlod ajdodida 40 yoshdan oshgan vaqtda kam energiyali sinish kuzatilgan oila vakillari, 3 oydan ko'p muddat glikokortikoid gormon vositalarini davolash jarayonlarini o'tkazgan bemorlar, 60 yoshdan oshgan sog'lom insonlar, oilasida osteoporoz bor oila vakillari, tana massasi kam insonlar, gipogonadizm ya'ni jinsiy imkoniyatlari cheklanib borayotgan insonlar, zararli odatlarni borligi, gonadotrop releasing gormoni bilan davolanayotgan insonlar, ya'ni jinsiy gormonlarni ishlab chiqarishini yaxshilovchi davo kursi olayotgan insonlar, osteoporozni klinikasi. Erkaklarda uchraydigan osteoporoz ham uzoq muddat simptomsiz kechadi. Tayanch harakat sistemasida sababsiz og'riqlarni paydo bo'lishi, bo'yning pasayishi yil davomida 2 sm va umr davomida 15 sm dan ko'p pasayish holatlari. Aristokratlarcha bukrilik, ya'ni ko'krak qafasidagi giperkifoz holatlari va bel sohasidagi lardozning kuchayishi holatida bukrilik holati kuzatiladi. Masofalarning kamayishi, ya'ni ikkita qovurg'ani orasidagi va qovurg'a chanoq orasidagi masofa qisqarib boradi va teri burmalarining ko'payishi, qorin yon tomoni terisida burmalar paydo bo'ladi. Osteoporozni diagnostikasi. Osteoporoz asosan suyak densitometriyasi tekshiruvi orqali diagnostika qilinadi. Osteoporozni davolash ikkita usulda olib boriladi. Dori-darmonsiz, ya'ni nomedikamentoz va medikamentoz usul. Nomedikamentoz davolash hayot tarzini yaxshilash, quyosh nurida har kunga sayr. Bunda vitamin D sintezi oshadi. Tana massa indeksini kontrol qilish, jismoniy faollikni oshirish, har kuniga kardio, kuch ishlatuvchi va muvozanat mashqlari bilan shug'ullanish, to'g'ri ovqatlanish, vitamin D, kalsiy va oqsilga boy oziq-ovqat mahsulotlarini ratsionda ko'paytirish va zararli oziq-ovqat mahsulotlarini kamaytirish va sog'lom uyqu. Medikamentoz davo. Birinchi qator preparatlariga bisfosfonatlar kiradi, ya'ni alendron kislota, ibandron kislota va zalendron kislotani vrach nazoratida maxsus ko'rsatmalar bilan qo'llash, suyak o'zak hujayralari, ya'ni denosumab, teriparatid gormon preparatlari, testosteron preparatlarini qo'llash, vitamin D va kalsiy preparatlarini qo'llash. Bu preparatlar maxsus analizlardan keyin vrach ko'rsatmasi va nazorati bilan olib boriladi. Agar sizda osteoporozga oid bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarga qiziqish paydo bo'lgan bo'lsa, bizni YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Kanalimizning ichida Telegram kanalimiz bor. Kanalning nomi Osteoporoz jamiyati kanalidir va unda har kuniga kerakli ma'lumotlarni berib boramiz. Rahmat.